Assalomu alaykum aziz obunachilar. Patruch Samarqand Dabiddagi obyektiga keldi. Xudo xolasa bu yerni biz 80% ishni bitirib qo'ydik. Nasib bo'lsa, bu yerga qilgan ishlarimiz devorlar mana bu zal qismimiz полностью подмаяк rodban bo'ldi. 5 sm yedi полностью. Patologimiz urilgan edi. Patologga ana bagetlarni urdik, sigaretkalarni urdik. Malyarka atachentga tayyorlab qo'ydik. Devorlarimizga esa mana bu ramkalarni полностью yopishtirib qo'ydik. Zalda mana bu yerga oshxonaga kiramiz. Bu yerga ham oshxonaga devorlarni полностью rodban bilan shpatel bilan o'tib chiqdik. Patologi dekor plast edi. Dekor plastni olib tashlab, gipsokardon urib, aboy yopishtirib, kraska qilib qo'ydik. Mana bu yerda esa kuxniyadan bu tomon spalni bo'lyapti. Spalni ham rodban bilan shpatel bilan to'g'irlab chiqdik. Aboyga tayyorlab qo'ydik. Patolog bu yerda dekor plast edi. Patologni ham gipsokardon urib, aboy qilib, kraska qilib qo'ydik. Xudo xolasa u tomonda hozir bitta взрослый spalni bor, hozir uni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bu отдельный взрослый spalnimiz. Bu yer ham devorlarni полностью pravila bilan bu yerni to'g'irlab chiqdik. Aboyga tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa patolog malyarkasi полностью bo'lgan, bagetlarni urib, qanchalarni urib, aboylarni yopishtirib, kraska qilib qo'yganmiz. Bu tomonda garderobni. Bu yer garderobni. Bu yer ham aboyga tayyorlab qo'yganmiz. Mana bu tomon shkaf bo'ladi, garderobning shkafi bo'ladi. O'shaning uchun karnizlarni yopishtirmaganmiz. Patolog kraska qilingan, tayyor turibdi. İşlerimizga o'zingiz baho berasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, bas, podpiska esdan chiqmasin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.